Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Biz hozir tut daraxtining asosiy zararkunandasi tut parvonasi haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Kimda uyida mana shunday tut daraxtlari bo'lsa, ogohlikka chaqiramiz. Ya'ni tutimizga asosiy zarar yetkazayotgan tut parvonasi, ya'ni mana zararini ko'rishingiz mumkin. Barglarni shunday tarzda shikastlab, tutga salbiy ta'sirlarni olib kelyapti. Mana barglari shikastlangan tutlarimizda rivojlanib boshlagan. Mana shunaqa barglar qurib qoladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Tut daraxtimizga asosiy bargini shikastlaydi tut parvonasi. Buning asosiy sababi nima? Buning asosiy sababi bu tut parvonasi tutni bargi bilan oziqlanadi, uni sevib iste'mol qiladi. U 3 fazada bo'ladi, ya'ni tuxumlik, lichinkalik va yetuk kapalaklik fazalarda bo'ladi. Uning asosiy zarari bizga lichinkalik davri, ya'ni qutlik davrida zarar yetkazadi. O'simlikning bargi bilan sevib iste'mol qiladi. Uni asosiy qarshi kurash usullari mavjud. Qarshi kurash usullariga birinchi agrotexnik usullar, ya'ni daraxtlarning taklarini chopiqlar qilish, unga taklarini oqlab butash kiradi. Ikkinchi yo'li o'simliklarni biologik himoya qilish, ya'ni oltin ko'z, trixogramma, brakonlarni qo'yish orqali ham unga qarshi kurashsak bo'ladi. Agar qutlarimiz soni juda tobora ko'p bo'ladigan bo'lsa, unga qarshi kimyoviy kurash usullari mavjud. Hozirda uni zarari bilan sizlarni ko'rsataman. Mana hozir tutning sizlarga tuxum qo'ygan anasi bosqichi. Mana bu tuxum bosqichi. Mana shu tarzda bargning eng ichidagi joyiga tuxumini qo'ygan. Mana ichida ko'rishlaringiz mumkin. Va qolaversa tut daraxtini asosiy zarar yetkazadigan bargni orqa qismiga ham o'z zararini yetkazadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bargni orqa qismiga zarar yetkazgan. Shunday qilib yana bu yoqlarda ham ko'plab bargini orqa tomoniga o'zini tuxumini qo'yadi va lichinkalaydi. Mana qutini ham ko'rishingiz mumkin. Mana tutni bargini orqa tomonida epidermis qavatini yeydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Harakatlanib ketyapti. Bu kapalak bo'lib keyingi avlod yana avlod beraveradi. Mana asosiy zarari shu. Bunga qarshi kurash usullari mavjud. Bunga qarshi kurash usullari asosiy endi 3 ta turda sanadim. Agar uchalasida ham aniq bo'lmasa, unda kimyoviy qarshi kurash usullari qo'llaniladi. Hozir bargini 10% ni zararlagan. Agar biz unga qarshi kurash ishlarini olib bormasak, 50%, 30% gacha zarari kuchayib ketadi. Bargsiz qolishi ham mumkin. Bunga qarshi qo'l apparatida, mana bunaqa apparatlarda kimyoviy dorilar sepiladi. Kimyoviy dorilarda ta'sir qiluvchi moddasiga qarab qo'llaniladi. Bu o'zi janubiy viloyatlarda 6 tadan 8 martagacha avlod beradi. Tut parvonasi 8 martagacha avlod beradi. Bu hozir 3-chi yo 4-chi avlodi. Mana barglarda shunday tarzda shikastlab zarar yetkazmoqda. Agar biz bunga qarshi kurashishlarni olib bormasak, hamma bargi mana shunaqa holatda bo'ladi. Endi kimyoviy kurash choralariga keladigan bo'lsak, kimyoviy kurash choralariga bunga qarshi qo'llaniladigan ta'sir qiluvchi dorilar bor. Ya'ni ta'sir qiluvchi moddasi xlorpirifos, spermetrin, xlorpirifos ta'sir qiluvchi moddal dorilar yoki oddiy o'zimizda Nurelda dorilari kabi dorilar yaxshi samara beradi. Ularni qanday ishlatish kerak? Ularni 1 litr suvga 1 millilitr solinadi. Ya'ni 1 litr suvga 1 millilitr solib, 10 litr suvga 10 millilitr solib, mana shu daraxtlarga qarshi kimyoviy kurash ishlarini olib borsangiz, mana shu tut daraxtidagi tut parvonasi qurti nobud bo'ladi va mana shu yashillik, mana shu go'zallik saqlanib qoladi. Agar qarshi kurash olib borilmasa, butun bargni tut parvonasi yeb bitiradi va daraxtingiz qurishiga olib keladi. Rahmat hammaga.
Mana tutumizga kimyoviy ishlov o'tkazdik. Kimyoviy ishlov o'tkazgandan so'ng samarasi yaxshi ta'sir qildi. Ya'ni tut parvonalari, qurtlari, tuxumlari nobud bo'ldi. Bariklari mana yaxshi, hozir ko'rishingiz mumkin. Doridan, kimyoviy ishlovdan keyingi holat. Bu endi zararlangan barglar shu holatda qoladi. Yangi barg chiqarguncha mana barglari yaxshi, mana oldingi zarar yetkazgan barglar endi ishsiz qoladi joyida. Shu yashillik endi kuzgacha saqlanib qoladi. Unga endi hech qanday zararkunanda hasharot ta'sir qila olmaydi. Mana kimyoviy ishlov o'tkazildi. Barglarimiz a'lo darajada. Qurtimizga dori ta'sir qilgan. Qurtimizning rangi o'zgargan. Yaqin kunlarda bu qurt ham nobud bo'ladi. Mana tutumizning holati yaxshi. Zararkunanda endi ta'sir ko'rsata olmaydi.